Assalomu alaykum aziz obunachilar. Koreyada soat 10 bo'ldi. Soat 10 ga bizada bitta kabishga встреча назначить qilingandi. Mana o'sha kabish 2022-yil 2 atmosferli motorda Nobles komplektatsiya, yaxshi komplektatsiyada 19 diskalada. Mashina o'zi zanejinli. Tipi AMG qilingan. Ko'rishlaring mumkin. Bizga aytishganda mana shu bitta detal krashinli deb. Ikkita eshigi ham krashinli bo'lib chiqibdi. Harakat qilamiz hozir mana bolalar dogovor qilib ko'rishga, arzon qilishga. Mana shu mashina примерно bizning расчетimiz bo'yicha 2 million 200 ga tushishi kerak edi. Bizning urgan narximiz bo'yicha. Lekin hozir harakat qilib 2 million 100, 2 million 50 largami urinib ko'ramiz olishga. Agar ololsak, sразу obzor qilib sizlarga tashlaymiz.